Xush xabar aziz do'stlar. Videorolikni ko'rishdan oldin like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Osiyo va dunyo futbolida ro'y berayotgan yangiliklar bilan tanishtirib o'tamiz. Telefon qarshisiga yaqinroq joylashib oling. Videoroligimizni boshladik. O'zbekiston milliy terma jamoasining yosh iqtidor egasi Abduqodir Husanov haqida Lans muxlislari iliq xabarlar qoldirmoqda. Abduqodir Husanov yaxshi himoyachi. U raqiblardan to'pni yaxshigina olib qo'yadi. Biz bu himoyachini qo'yib yubormasligimiz kerak. Biz O'zbekistonning o'yinlarini ko'rmoqdamiz. Abduqodir Husanov yaxshi harakat qilmoqda. Bu talantning o'zi. Jaloliddin Masharipov Osiyo Kubogidagi o'yinlar haqida gapirib o'tdi. Albatta biz Avstraliya bilan tengma-teng o'ynadik. Avstraliyaga qarshi yaxshi harakat qildik. Umid qilamizki, biz finalda g'alaba qozonamiz. Istalgan jamoaga qarshi o'yin o'tkaza olamiz. Xoh u hujumkor, xoh himoyakor bo'lsin. Eldor Shomurodov tezroq safga qaytishni istamoqda. Avstraliyaga qarshi kechki o'yinda Igor Sergeyev ham jarohat olgan edi. Agar Igor Sergeyevning ham jarohati jiddiy bo'ladigan bo'lsa, uning o'rniga Bobur Abduxoliqov maydonga tushishi mumkin. Kanalga obuna bo'ling, like tugmasini bosishni unutmang.